Yangiro'nda endilikda juda ham katta yangilik. Ko'rib turgan apparatini yer tagidan olib o'tish mumkin bo'lgan jamiki, ya'ni shlanka deysizlarmi, suv deysizlarmi, kanalizatsiya bormi, farqi yo'q. 1 kilometr naridan hech qanaqa binolarga shikast yetkazmasdan, yo'l infratuzilmasiga shikast yetkazmasdan yer tagidan, ya'ni 7 metr, 8 metr pastdan har qanaqa yo'l ochib berish uchun mo'ljallangan apparat. Bu apparatimiz shunaqangi sehrgar apparat ekan. Xullas, ko'rib turgan apparating orqali yer ostidan olib o'tish mumkin bo'lgan 20 mm dan boshlab 500 mm gacha bo'lgan kenglikdagi gaz quvuri bormi, suv quvurimi yoki kanalizatsiyami, tokmi farqi yo'q. Shu narsani, ya'ni uklon shaklida, tekis shaklda yoki pastdan tepaga qarab turib ham xuddi shu panel orqali boshqarishar ekan. Qolaversa, dazmol, ya'ni o'zimiz santexnikada ishlatadigan kichkina dazmol, katta dazmol bor ekan. Ya'ni shu shlanka ulab berish xizmati, ya'ni 500 mm gacha bo'lgan barcha turdagi shlankasi bormi, turbasi bormi, ulab berishadi. Qolaversa, hozirgi vaqtda qonunchilik tadbirkorlar olib kelishgan va shuni sinov jarayonidamiz. Hozir sinovdan yaxshi o'tdi. Ishlarga garantiya berishadi. Garantiya berishning sababi, ya'ni o'sha yer ostidan olib o'tganingizda yo'lni, masalan, yangi asfalt qilganmiz, yangi burchakka bosganmiz, shu burchakka ezilib qolmaydi. Buning sababi bu suv orqali emas, qurg'u uzishlar ekan. Bu degani keyinchalik cho'kish kuzatilmaydi. Hozir shu xonadondan shu 72 metr naridagi xonadonga suv tortilyapti. Xuddi shu jarayonni ustiga keldik va shu haqida ham qisqacha video qilib beramiz. Biz boshladik. Apparatni o'rib bo'ldi. Mana hozir ishlarni boshlamiz. Hozir ko'rib turgan ish jarayonida xuddi shu joydan, ya'ni shu artizandan birdaniga 32 lishlankadan ikkitasini tortishyapti. Bu degani ikkita xonadonga primoy suv tortishyapti. Aka, boshdan tortavering. Tushundim. Ko'rib turganingizda ish juda ham oson ketadi. Ya'ni 72 metr masofaga 32 lishlankada bir emas, ikkita shlankani shunaqa osonlik bilan tortishyapti. Ko'rib turgan artizaning orqali hozir xonadonning ichiga suv kiryapti. Agar kimga shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, bemalol pastda ko'rsatilgan nomerlarga murojaat qilib foydalansangiz bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib berishadi.